Stalingrad jangida Volgograddagi afsonaviy 4 qavatli Pavlov uyining yerto'lasida fuqarolar nemislardan yashirinib, ularni himoya qilayotgan askarlarga g'alaba tilar edi. Turli millatlardan tarkib topgan bor yo'g'i 30 ga yaqin sovet askarlari 58 kun davomida butun boshli nemis batalyoniga qarshi turadi. Shular ichida o'zbekistonlik o'qchi Kamoljon Turg'unov ham bor edi. Askarlar soni oz bo'lishiga qaramasdan, Parijni bosib olishda halok bo'lganlar soniga teng fashistlarni yer tishlatadi. Kamoljon Turg'unov urushni davom ettirib, Ukraina, Belorussiya, Ruminiya va Vengriyaga yetib keladi va g'alabani Magdeburgda kutib oladi. Kamoljon Turg'unov sovet qahramoniga aylanadi. Do'stlar, bugungi kunda dunyo bo'ylab qahramonlar inqirozi kuzatilmoqda. Kinolardagi Hulk, Superman, Spider-Man kabi personajlarning bo'ri qarashi qahramonlik etaloniga aylanib ulgurdi. Keling, bugun komiks mualliflarining xayolida paydo bo'lgan va ZBrush singari dasturlarda yaratilgan psevdo qahramonlarni chetga surib, e'tibor markazimizga haqiqiy qahramonlarni olib chiqaylik. Ikkinchi jahon urushi bunga yaxshi misol bo'la oladi. Paragraf 961. Diniy qarashlari sababli harbiy xizmatdan voz kechgan Desmond Doss qo'liga qurol olishdan voz kechadi. Ammo shunga qaramay, urushda u vatandoshlariga yordam berishni juda istar edi. O'shanda uni 307-polkning sanitari etib tayinlashadi. Xizmatdoshlari qurolni qo'liga olmagan Dossning ustidan kulishadi. Ammo 1944-yilda askarlarning munosabati Desmondga nisbatan o'zgaradi. Og'ir jangda Desmond Thomas Doss 100 ga yaqin jarohat olgan askarlarni xavfsiz joyga ko'chiradi. Uloqtirilgan granatani qayta uloqtirish vaqtida qo'lidan jarohat oladi. Urushdan keyin u imkoniyatlari cheklangan insonga aylanadi, biroq farzandlarini voyaga yetkazishga muvaffaq bo'ladi. Spider-Man emas, Desmond Thomas Doss real qahramonga aylanadi. Urushning ilk kunlaridayoq Lyudmila Pavlichenko ixtiyoriy ravishda frontga ketadi. Odessani himoya qilishda 179 ta fashistlarni yer tishlatadi. Sevastopolni himoya qilishda ishtirok etadi. Biroq shahar qamalga olingach, dengiz orqali Kavkazga ketadi va armiyadan chaqirib olinadi. Sovet yoshlari orasida Lyudmila ham AQSh va Kanadaga jo'natiladi. Ularni AQShning birinchi xonimi Eleanora Roosevelt kutib oladi. Delegatsiyani AQSh prezidenti Franklin Delano Roosevelt qabul qiladi. Lyudmilaga Colt pistoleti va Kanadada Winchester vintovkasi sovg'a qilinadi. Jurnalistlar bilan uchrashganda u o'zining afsonaviy gapini aytadi. 25 yoshga to'lgan men 309 ta bosqinchi fashistlarni o'ldirdim. Qani aytingchi, jentelmenlar, sizlar haddan uzoq vaqt mening ortimda yashirinib turmayapsizlarmi? Я хочу сказать вам, что мы победим, что нет такой силы, которая могла бы помешать победоносному маршу свободных народов мира. Мы должны объединиться. Я предлагаю вам, великим солдатам Америки, свою руку. Fellow soldiers, forward to victory! Bunday nutq olqishlar bilan kuzatiladi. Amerikaliklar Sharqiy frontda nimalar yuz berayotganini tushunishadi va ikkinchi front ochilishini tezlashtirishadi. Lyudmila Pavlichenko Sovet ittifoqining qahramoniga aylanadi. Natsistlar Germaniyasi hali o'zining shafqatsizligini boshlashidan oldin jangovar Yaponiya Xitoyni bosib olishni davom etardi. 1937-yilda Marco Polo ko'prigida yuz bergan mojaro to'g'risida eshitgan amerikalik missioner Minnie Votrin zudlik bilan Tokiodan Xitoyga qaytadi. Amerikalik fuqarolar evakuatsiya qilinishiga qaramasdan Vilhelmina Nankinni tark etishdan bosh tortadi.
Qirg'in davomida u 10 mingga yaqin ayol va qizlarni, go'daklarni kollejda yashirishga muvaffaq bo'ladi. 1940-yilda kuchli stressga tushgan Votren Amerikaga qaytib ketadi va depressiya hamda xavotirlari sababli o'z joniga qasd qiladi. 10 marta umr ko'rish nasib qilgan taqdirda ham hammasini Xitoyga bag'ishlar edim deya so'nggi xotiralarini yozib qoldiradi. Minni Votren Nankin qirg'inidagi amerikalik farishta taxallusini oladi. Sentyabr 1939-yilda Germaniya Polshaga hujum qilgach ko'plab yevreylar Litvaga qochadi. Bu yerdan ular Falastin va AQShga yo'l olishlari kerak edi. Ularning yo'llari esa SSSR orqali amalga oshishi mumkin. SSSRga kelgan yevreylar yo'llarini yana davom ettira olishlari uchun ularga Yaponiya vizasi ham berilishi lozim. Shunda Yaponiyaning Litvadagi elchisi Piune Sugihara jon saqlashga kelgan yevreylarga ommaviy ravishda vizalar berishni boshlaydi. Ular Vladivostok orqali Shanxay va Yaponiyaga qochishadi. Vaqt o'tib unga nega qochqinlarga yordam berganini so'rashganda samuraylarning qadimgi gapi bilan javob qaytaradi. Agar qush ovchidan himoya so'rasa, ovchi ham uni o'ldirmaydi. Sugihara 6 mingga yaqin inson umrini saqlab qoladi. Portugaliyalik Aristides de Souza Mendes Fransiyaga elchilikka jo'natiladi. Portugaliya boshqa mamlakatlar singari fuqaroligi bahsli bo'lgan shaxslar, quvilganlar va yevreylarga viza berishni to'xtatadi. Ammo Souza Mendes Lissabonga quloq solmaydi. 30 mingga yaqin quvg'indagi shaxslar bosib olingan mamlakatlarning ofitserlari, siyosiy qochoqlar va ruhoniylarga, shu jumladan yevreylarga ham viza berishni boshlaydi. Ularning ko'plarini shaxsan o'zi Franko-Ispaniya chegarasiga kuzatib qo'yadi. Germaniya Fransiyani o'qqa tutishni boshlaganda Mendes viza konveyerini ishga solib, to'xtovsiz hujjatlarni rasmiylashtirishni davom etardi. Lissabon bunaqa ishlar bilan Germaniyani o'ziga qarshi qilib qo'yishdan qo'rqadi. Diplomat ishdan olinadi. Vataniga qaytib kelgan Mendes yuristlik litsenziyasidan mahrum bo'ladi. Urushdan keyin Portugaliya hukumatı uning farzandlarini qora ro'yxatga kiritib qo'yarkan, ular yangi imkoniyatlar qidirib xorijiy o'lkalarga chiqib ketadi. Turmush o'rtog'i ham vafot etgach, pensiyadan ham mahrum qilingan diplomat qashshoqlikda vafot etadi. Taqdir haziliga qarang, aynan shu diplomatning sa'y-harakatlari tufayli Portugaliya qochoqlar uchun bag'rini ochgan mamlakat nomini oladi. 30-yillarda Albaniya Italiyaning kuchli ta'siri ostida edi. Albaniya qiroli Zogu I Italiyaning protektoratini qabul qilmagach, diktator Benito Mussolini 1939-yilning 7-aprelida Albaniyaga kirib keladi. Ammo Italiya urushdan chiqqach 1943-yilda nemislar qo'shini Albaniyani to'liq egallab oladi. Natsistlar mahalliy va Yevropadan qochib kelgan yevreylarni konslagerlarga jo'natishni boshlaydi. Ana shunda bunday adolatsizlik va shafqatsizlikka qarab tura olmagan Albaniyaning musulmonlari va xristian qatlamlari Besa deb ataluvchi nomus kodeksini eslashadi. Unga ko'ra, mehmon hech qachon xafa qilinmasligi kerak va ularga yordam ko'rsatilishi shart. Hech qanday holatda, hattoki o'z joni xavf ostida qolsa ham, mehmon dushmanga topshirilmaydi. Ular yevreylarni yashirishga kirishadi va deyarli hammasini saqlab qolishadi. Albanlar haqiqiy qahramonga aylanishadi. Goodbye, Albania. One day, I shall tell the whole world about how brave, loyal, and generous your sons are, putting their lives on the scale of death in order to save ours. Usmonlilar imperiyasiga qarashli bo'lgan Armaniston yerlarida tug'ilgan Mesak Manusyan Birinchi jahon urushidan keyin Fransiyaga kelib joylashadi. Go'zal Fransiya fashistlar tomonidan bosib olingach, Manusyan konslagerga tashlanadi. Biroq u lagerdan qochishga muvaffaq bo'ladi va Stalingrad jangiga bag'ishlab nom berilgan Stalingrad guruhiga a'zo bo'ladi.
Misak Manusyan partizanlarga boshchilik qiladi. Polyaklar, italyanlar, vengerlar, armanlar, ispanlar, yevreylar va fransuzlardan tashkil topgan uning ozodlik guruhi 30 ga yaqin muvaffaqiyatli operatsiyalarni o'tkazadi. General von Schamburg va Standartenführer Julius Ritterni yer tishlatadi. 1943-yil 16-noyabr kuni Misak Manusyan nemislar tomonidan qo'lga olinadi. Kelajakdagi tinchlik va ozodlikdan bahramand bo'lib yashash bizdan keyingi avlodga nasib etadi deya turmush o'rtog'iga maktub jo'natadi va 37 yoshida qatl etiladi. Xitoyning Xunan viloyatida tug'ilgan Ho Fengshang 1937-yilda Venaga elchilikka yuboriladi. Yevreylarning magazinlariga uyushtirilgan hujumlarni anglatuvchi billur oqshomidan keyin 200 ming avstriyalik yevreylarning ahvoli keskin og'irlashadi. Ular zudlik bilan Yevropani tark etishlari lozim edi. Shunda Ho Shanxayga borish uchun qochqinlarga viza berishni boshlaydi. Minglab insonlarning hayotini saqlab qoladi. Germaniyalik sanoatchi Oskar Schindler Ishak Stern ismli millati yevrey bo'lmish buxgalter bilan tanishadi. Bir kishining hayotini qutqarib qolgan inson butun olamni qutqargan bo'ladi degan g'oyaga ishongan Oskar Krakova gettasidagi nemislarning vahshiyliklarini ko'radi. Hech qanday foyda ko'rmasa-da, yevreylarni qutqarishga kirishadi. Schindler 1200 ga yaqin yevreylarni qutqarib qoladi va ularga Schindlerning yevreylari nomi beriladi. Oskar Schindler bu dunyoni kambag'allikda tark etsa-da, tirik jonni saqlab qolgan qahramon bo'lib tarixda qoladi. Fransiyaning shatriga kirib kelgan nemis askarlari hukumat vakili Jean Moulin asirga oladi. Fashistlar tinch aholini o'ldirib, bunda Fransiyaning senegallik askarlarini ayblashga harakat qiladi. Jean Moulin buni tan olmaydi va hujjatni imzolamaydi. Shunda u qamoqqa olinib, qiynoqlarga solinadi. Moulin o'z joniga qasd qilishga urinadi, ammo qo'riqchi uni tibbiyot muassasasiga jo'natib hayotini saqlab qoladi. Shundan keyin Jean Moulin Ozod Fransiya tashkilotiga qo'shilib, Londonda Charles de Gaulle bilan uchrashadi. De Gaulle qarshilik harakatlarini birlashtirish va ularni muvofiqlashtirish uchun Moulinni Fransiyaga jo'natadi. Moulin topshiriqni bajaradi. Endi turli xil guruhlar, tashkilot va partizanlardan tashkil topgan qarshilik harakati Charles de Gaulle'ni yagona ozodlik lideri deb tan oladi. Bu esa AQSh, Buyuk Britaniya kabi ittifoqchilar ko'zida Fransiya ozod etilgan taqdirda uning boshqaruvchisi mavjudligini anglatardi. Ya'ni urushdan keyin Fransiya AQSh tomonidan boshqarilmaydi degani. Uning milliy qahramoni bor. 1943-yilda yashirin uchrashuvlarning birida Moulin natsistlarning maxfiy xizmati tomonidan qo'lga olinadi. Gestapo rahbari Klaus Barbie tomonidan o'ta vahshiy qiynoqlarga solinadi. Konslagerga jo'natilayotganida Jean Moulin yetkazilgan tan jarohatlar sababli Metz temir yo'l stansiyasida jon beradi. Jean Moulin Fransiyaning qahramoniga aylanadi. Hali endigina 6 yoshga to'lgan fransiyalik Marcel Pinte qarshilik ko'rsatuvchi jangchilarga xatlarni yetkazib berish bilan shug'ullanardi. Britaniya havo kuchlari tomonidan fransuzlarga parashyutlarda tashlangan qurollarni qabul qilish uchun Marcel otasi Eugène Pinte bilan yo'lga chiqadi. Qurollar qabul qilingach, askarlardan biri foydalanishda juda injiq hisoblangan to'pponcha pulemyot Sten bilan bolakayni bexosdan otib qo'yadi. Marcel Pinte Fransiyadagi qarshilik kuchlarining qahramoniga aylanadi. Asl kelib chiqishi Ozarbayjonlik bo'lgan eronlik diplomat Abdulhusayn Sardoriy Qojor 1941-yilda Parijda Eron elchixonasiga boshchilik qilardi. Eron fuqarolarining xavfsizligini ta'minlovchi Eron va Germaniya o'rtasida tuzilgan kelishuvga asoslanib, eronlik yevreylarni qutqarib qolishga muvaffaq bo'ladi. Minglab eronlik bo'lmagan yevreylarga ham pasportlar berib, ularni ta'qibdan saqlab qoladi.
harakatlarini amalga oshirish uchun Eron hukumatidan ruxsat olmasa-da, kelajakda Eron hukumati uning sa'y-harakatlarini ma'qullaydi. Unga eronlik Schindler taxallusi beriladi. Britaniya dengiz kuchlari Singapur jangida ishtirok etarkan, Grasshopper kemasi yaponlar tomonidan bombardimon qilinadi. Kemada stelajlar ostida qolib ketgan Judy laqabli it matros tomonidan qutqariladi. Omon qolgan harbiylar kimsasiz orolga kelib suv qidirishga kirishadi. Judy bir nechta suv manbalarini topib beradi. Ko'p o'tmasdan askarlar yaponlarga asirga tushadi. Judy 2-jahon urushida rasman asirga olingan it sifatida qayd etiladi. Asirlarni ko'chirib olib ketayotgan kema ham suvga g'arq bo'larkan, Judy cho'kayotganlarga cho'kmas predmetlarni suzib olib kelib, ularni hayotini saqlab qoladi. Ittifoqchilar kuchlari asirlarni ozod qilgach, Judy konslagerda do'stlashib qolgan yangi xo'jayini Frank Williams bilan Tanzaniyada mahalliy aholiga oziq-ovqat yetkazib berish bilan shug'ullanadi. Judyga Britaniyaning oliy harbiy mukofoti Maria Dicken medali beriladi. Ikkinchi jahon urushida Niderlandiya ham chetda qolmaydi. Freddie Overstegen va singlisi Trius qarshilik kuchlariga qo'shiladi va natsistlarga qarshi varaqalarni tarqatishga kirishadi. 15 yoshga ham to'lmagan opa-singillar ko'priklar va temir yo'llarni dinamit yordamida portlatish bilan shug'ullanadi. Ko'plab yevrey farzandlarining jonini saqlab qolish uchun ularni yashirincha mamlakatdan chiqarib yuborishadi. Qizlar nemis askarlarini turli yo'llar bilan o'zlariga chorlab, o'rmonda ularni qatl etishadi. Opa-singillar Niderlandiya ozodligining qahramonlariga aylanishadi. Budapeshtga elchilikka jo'natilgan shvetsiyalik diplomat Raul Wallenberg va Per Anger quvg'indagi yevreylarni saqlab qolish uchun ularga Shvetsiya pasportlarini taqdim etishadi. Urushning so'nggi oylarida Raul harbiy jinoyatlarni to'xtatish lozimligini va bu uchun jazo muqarrar ekanligini nemislarga eslatadi. Bunday qo'rqitishlar ish beradi. Qizil armiya kelgunicha qatl etilishi kerak bo'lgan Budapesht gettosidagi yevreylar qirg'inining oldi olinadi. 100 mingga yaqin yevreylar qutqarib qolinadi. Holokost davrining eng katta qutqaruvlaridan biri hisoblanadi. 8 yoshida otasidan judo bo'lgan, Toshkentdagi to'qimachilik fabrikasida faoliyat yuritib kelgan. Keyinchalik Qizil armiya safiga yozilib, NKVD tomonidan 2 yilga qamalib ozodlikka chiqqan Sobir Rahimov 1941-yilda Smolensk jangida ishtirok etardi. Shimoliy Kavkaz harbiy okrugining komandiri vafot etgach, Sobir Rahimov harbiylarga boshchilik qiladi. Qisqa muddatda uning armiyasi Rostov-na-Donuning qator hududlarini egallaydi. Bu unga mashhurlik olib keladi. Kavkazdagi janglarda diviziyani ustalik bilan boshqarganligi uchun unga 2-chi Qizil bayroq ordeni va general-mayor unvoni beriladi. 1945-yilda Sobir Rahimovning diviziyasi Polshaning Graudens shahriga kirib keladi va dushmanning asosiy kuchini o'ziga chorlaydi. Buning natijasida sovetlarning boshqa qo'shinlari tinimsiz zarbalar berish orqali shaharni ozod etishadi. Danzigga yetib kelganda general Rahimov shaxsan janglarda ishtirok etadi. 25-mart 1945-yilda dushman kemasidan otilgan og'ir snaryad Sobir Rahimov joylashgan kuzatuv punktiga kelib tushadi va generalga jarohat yetkazadi. Bir kun o'tib u jon beradi. General Sobir Rahimov Sovet ittifoqining qahramoniga aylanadi. Biz barcha kishilar bilan tinch totuv yashash tarafdorimiz, ammo kimda kim elimiz tinchini buzishga jur'at etib, yurtimizga yarog' bilan kelsa, o'zi shu yarog'dan nobud bo'ladi. Yevropadan ancha uzoqlarda Eronning Hamadon shaharchasi atrofida bir bolakay endi tug'ilgan ayiq bolachasiga duch keladi. Yo'l-yo'lakay ularni SSSRdan olib kelingan polshalik askarlar uchratadi. Askarlar ayiqchani boladan sotib olib, unga Voytek laqabini berishadi. Urush vaqtida Voytek harbiylar bilan Erondan Falastinga
U yerdan Shimoliy Afrikaga va nihoyat Italiyaga keladi. Soat sayin kattalashib borayotgan ayiqdan ayrilishni istamagan polshalik askarlar uni rasman Polsha harbiy kuchlari safiga qayd etishadi. Katta yo'qotishlarga duch kelgan Britaniya harbiylariga yordam berish uchun kelgan askarlar Italiya tog'larida ayovsiz urushga qo'shiladi. Yuklarni tashishni o'rganib olgan Whittak jang davomida o'tish qiyin bo'lgan tog'li landshaftda qutilarni askarlarga yetkazib turadi. 22-rota snaryad tashuvchi ayiqni o'zlariga emblema qilib olishadi. Urushdan keyin Whittak Shotlandiyaning hayvonot bog'ida qo'nim topadi va 21 yoshgacha yashaydi. Rohiblik faoliyatini boshlagan Andre Trokme Fransiyaning Chambon-sur-Lignon shahrida qishloqdagi yoshlarni universitetga tayyorlash uchun maktab ochadi. 1940-yilda Fransiya natsistlar Germaniyasi tomonidan ishg'ol qilingach, yevreylar masalasining so'nggi yechimi deb nom olgan rejaga ko'ra qatl etilishi aniqlangan yevreylar Andre va uning rafiqasi Magda tomonidan qutqarilishi boshlanadi. Jamoatchilikni muqaddas kitob ahliga mansub insonlarga boshpana berishga chaqiradi. Ko'plab qochqinlar Shvetsariyaga yashirincha o'tkazib qo'yiladi. Bunday sa'y-harakatlar natijasida ota-onalari konslagerga jo'natilgan farzandlar fermer va qishloq oilalarida boshpana topadi. Andre va Magda 3000 dan 5000 gacha qochqinlarning hayotini saqlab qoladi. Ularga jahon xalqlarining adolatli insonlari maqomi beriladi. Qayta jarohat olishiga qaramasdan har safar safga qaytib kelgan amerikalik Odi Murphy Holsver shaharchasini ozod etishda ishtirok etardi. 128 nafar askarlardan 19 kishi tirik qoladi. Odi Murphy qolgan askarlarga o'rmon tomon chekinishni buyuradi. O'zi esa jang maydonida qolib telefon yordamida artilleriya zarbalarini muvaffaqlashtirib turadi. O'qlari tugagach yonib yotgan tankka joylashib pulemyot bilan himoyalanib topshiriqni davom etadi. 50 ga yaqin natsistlarni yakson qiladi. Keyinchalik qarshi hujumni tashkil qilib dushmanni shahardan to'liq siqib chiqaradi. Odi Murphy ko'rsatgan qahramonligi uchun jasorat medali bilan taqdirlanadi. Germaniya Avstriyani anneksiya qilgach, Shvetsariya Avstriyadan qochayotgan yevreylar, siyosiy qochqinlar va siganlar uchun o'z chegaralarini yopadi. Tiz cho'kib ularni qutqarishlarini so'rayotgan minglab qochqinlarni ko'rgan politsiya komandiri Paul Gruninger bunga chidab tura olmaydi. U qo'l ostidagi xodimlar bilan birgalikda qochqinlarga pasportlar berishni boshlaydi. 3600 ga yaqin insonni qutqarib qoladi. 1940-yilda uni vakolatini suiiste'mol qilishlikda ayblab qamoqqa olishadi. Qamoqdan ozod bo'lgan Paul hech qayerga ishga olinmaydi. 1972-yilda 80 yoshida kambag'allikda vafot etadi. Faqatgina 1996-yilda Shvetsariya o'z xatosini tan olib, politsiya rahbarini oqlaydi. Paul Gruninger topshiriqqa emas, vijdoniga quloq solgan shaxs edi. Har qanday ofitser qilichsiz jangga kirishi noto'g'ri qurollanish alomatidir deya Jack Churchill Norvegiyaning Voksoy orolchasida nemislarga qarshi kamon bilan jang qilardi. 1943-yilda Sitsiliyaga tushirilayotgan komandos otryadiga boshchilik qilayotgan Jack belida Shotlandiya qilichini, yelkasida kamon va o'qlar hamda qo'ltig'ida Shotlandiyaning surnayi bilan orolga qadam tashlaydi. Salernada 42 ga yaqin natsistlarni asirga oladi. Uning komandos otryadi Yugoslaviyada Yosip Titoning partizanlariga yordam ko'rsatadi. Ammo Brach orolida asirga tushgach, nemislar uni Winston Churchillning qarindoshi deb o'ylab, zudlik bilan Berlinga jo'natadi. Samolyot manziliga yetib kelgach, Jack gazeta va sigaret yordamida samolyotga o't qo'yib yuboradi. Jack Churchill Telba Jack laqabini oladi. Sachsenhausen konslageriga tashlangan Telba Jack 1944-yilda qamoqdan qochishga urinadi, ammo natijasiz. 1945-yilda Churchill ozod qilinadi va Italiyada amerikalik askarlarga qo'shilib
Birma, hozirgi Myanmani yaponlardan ozod etish uchun yo'lga chiqadi. Biroq ular Hindistonga yetib kelganda Yaponiya mag'lub bo'lganligi ma'lum bo'ladi. Jin ursin, agar shu amerikaliklar bo'lmaganda edi, hali 10 yil ham jang qila olardik deya Yaponiyani atom bombalar bilan vayron qilgan amerikaliklarni so'kadi. Uning otasi Birinchi jahon urushida o'sha mashhur Brusilov qarshi hujumida ishtirok etgan edi. Katta otasi esa uni bolaligidan ovga olib chiqardi. 1942-yilda Vasiliy Zaytsev uni frontga jo'natishlarini so'rab ariza yozadi. 62-armiya jangchilari va komandirlari uchun Volganing ortida joy yo'q. Biz turganmiz va oxirigacha turamiz deya Stalingrad janglarida ishtirok etadi. Janglarda u o'zini o'ta mohir o'qchi etib ko'rsatadi. Zaytsev snayperlarga xos eng zarur xislatlarga ega edi. O'tkir ko'rish qobiliyati, eshitishi, sovuqqonligi, chidamliligi va harbiy ayyorligi sababli u eng yaxshi pozitsiyalarni tanlay olardi. Dushman xayoliga mutlaq keltirmaydigan joylarda yashirinib yotardi. Gitlerchilar unga qarshi o'zlarining super snayperini olib keladi. Quyosh nurlari nemis snayperining optik mo'ljalini yaltiratgach, Vasiliy bitta o'q bilan fashist snayperni u dunyoga jo'natadi. Keyinchalik mina portlashi natijasida Zaytsev ko'r bo'lib qoladi. Moskvada o'tkazilgan jarrohlik amaliyotidan keyin uning ko'rish qobiliyati yana qaytadi. Shundan keyin Vasiliy Zaytsev snayperlar maktabini boshqaradi va rotaga boshchilik qiladi. U 242 ta ofitser va askarlarni yo'q qilgan edi. 1942-yilda Lidiya Litvyak 586-qiruvchi havo kuchlariga chaqiriladi. Ko'p o'tmay Lidiya guruhi bilan havoda nemis bombardimon samolyotini urib tushirishadi. Stalingrad janglarida u o'zi yana boshqa nemis bombardimon samolyotini va 70 ta jangda g'olib chiqqan nemis leytenantining samolyotini urib tushiradi. Samolyotiga oq nilufar suratini chizdiradi. Lidiya oq nilufar yoki Belaya liliya taxallusini oladi. Janglarning birida oq nilufarning samolyoti shikastlangach, u qo'nishga majbur bo'ladi. Uni asirga olishga kelayotgan nemislar Lidiyaning sherigi tomonidan o'qqa tutiladi va oq nilufarni qutqarib olib ketadi. Ko'plab dushman samolyotlarini oyog'ini osmondan qilib yerga qo'ndirgan Lidiya Litvyak Donbassni himoya qilishda 4 marta harbiy parvozni amalga oshiradi. 4-parvozdan keyin oq nilufar qaytib kelmaydi. Uning qabri faqatgina 1969-yilda aniqlanadi. Lidiya Vladimirovna Litvyak Sovet ittifoqining qahramoniga aylanadi. Urushning boshida fashistlarning ajal lageri hisoblanmish Osvensimda qanday vahshiyliklar amalga oshirilayotgani hali ommaga ma'lum emas edi. Polshaning maxfiy armiyasiga xizmat qilayotgan Witold Pilecki lagerdagi vaziyatni o'rganish uchun qalbaki hujjatlar bilan Osvensimga jo'natiladi. Tomash Serafinskiy ismi bilan konslagerga tushgan Witold lager ichida yashirin guruh tuzadi. Yashirin olib kirilgan radio uzatuvchi yordamida muhim ma'lumotlarni Londonga jo'natib boradi. Yevreylarning qatl etilishi haqidagi ma'lumotlar paydo bo'ladi. Pilecki vazifasini bajargach, Osvensimdan qochadi. Biroq kommunistlar hokimiyatga kelgach, ulardan norozi bo'lgan Witold Pilecki o'limga hukm etiladi. Bugungi kunda Witold Pilecki Polshaning qahramoni hisoblanadi. Kurakina qishlog'ida qolgan umrini tinchgina yashab yurgan 83 yoshli rus dehqoni Matvey Kuzmin Gitlerchilar bosqinidan keyin uyidan quvib chiqariladi. Sovet armiyasiga hujum qilishni reja qilgan nemislar Kuzmindan ularni qizillar joylashgan manzilga olib chiqishni talab qiladi. Safardan oldin qariya nevarasini Sovet qo'shinlari tomon jo'natib, Malkinada pistirma uyushtirishlarini so'raydi. Atayin uzoq va noto'g'ri yo'llardan yurgan natsistlar holdan to'yadi va Malkinada Sovet askarlari tomonidan o'qqa tutiladi. Katta yo'qotishlarga duch kelgan nemis komandiri Matvey Kuzminni otib tashlaydi. Kuzmin Sovet qahramoniga aylanadi.
31 oktyabr 1941 Zoya ismli qiz Kolizey kinoteatriga kelib, ixtiyoriy ravishda diversion maktabiga yoziladi. Bunday faoliyat bilan shug'ullanuvchilarning 95% asirga tushgan taqdirda qiynoqlarda jon berardi. Zoya Anatolyevna bu haqida ogohlantiriladi va bunday ajalga rozi bo'lmasa, tarkibni tark etishi so'raladi. Ammo jasoratli Zoya safda qolishni afzal ko'radi. Zoya va uning safdoshlari nemislarni turar joylardan mahrum qilish, ularni tomsiz sovuqda qoldirish, qishloqlardan siqib chiqarish to'g'risidagi Stalinning buyrug'ini olishadi. 10 ta qishloqni yoqib yuborishga jo'natiladi. Petrisheva qishlog'ida Zoya topshiriqni bajarayotganida mahalliy fuqaro tomonidan ushlanadi va qishloqda joylashgan Gitlerchilarga topshiriladi. Zoya Anatolyevna qaychilar bilan savalanadi. Sovuq qishda 4 soatlab oyoq yalang yurishga majbur qilinadi. Ammo Zoya hech qanday ma'lumotni aytmaydi. Shundan keyin unga uylarga o't qo'yuvchi degan yozuvni taqib dorga osishadi. Zoyaning vahshiylarcha o'ldirilishidan xabar topgan Stalin qishloqdagi fashistlarning hech qaysini tirik qoldirmaslikni buyuradi. Zoya Anatolyevna Kosmodemyanskaya Sovet ittifoqining birinchi ayol qahramoniga aylanadi. Милые вы мои, все кончится хорошо. Обязательно хорошо, обязательно хорошо, обязательно. А мне не страшно умирать. Это счастье умереть за свой народ, за свою страну, за правду, чувство такое! А мне не страшно. Счастье! Прощайте, товарищи! За правду, правду, правду! Обязательно хорошо, обязательно хорошо. Normandiyaga tashlangan desantlar orasida kanadalik askar Leo Major ham bor edi. Kan jangida u chap ko'zidan judo bo'ladi. Ammo snayper ekan, jang qilish uchun unga faqatgina o'ng ko'zi kerakligini aytadi va frontda qoladi. Shell jangida bir o'zi 93 nafar nemis askarlarini asirga oladi. Leo va uning do'sti Zvolle shaharchasini o'rganish uchun jo'natiladi, ammo qisqa otishmada do'sti jon beradi. Shunda Leo Major barda o'tirgan ofitserni qo'lga oladi. Ko'p o'tmay bu yerlarga Kanada askarlari yetib kelishini va ularga qarshi chiqish o'limni tanlashga teng ekanligini uqtirib, ofitserni qo'yib yuboradi. Uning rejasiga ko'ra, ofitser bu so'zlarga ishonib, nemis askarlarini Zvollega kelishdan qaytarishi kerak edi. So'ngra Major shahar bo'ylab yugurib avtomatidan tinimsiz o'q uzishga kirishadi. Hamma yoqni granatalar bilan portlatadi. Buni eshitgan nemis harbiylari kanadaliklar haqiqatdan ham shaharni jiddiy hujumga olganligiga ishonch hosil qiladi. Bir qancha natsistlarni asirga tushiradi, SS guruhining shtab-kvartirasini yoqib yuboradi. Zvolle ozod etiladi. Nepalda tug'ilgan Lakshman Gurung Hind armiyasi tarkibida Birmaga kirib kelgan yaponlarga qarshi jang qilardi. Okopda yotgan Lakshman unga otilgan ikkita granatani qaytarib uloqtiradi, biroq uchinchisi uning qo'lida portlab ketadi. Lakshman qattiq jarohat olishiga qaramasdan og'zi va chap qo'li bilan vintovkani o'qlab 4 soat davomida dushmanga qarshilik ko'rsatadi. 100 dan ortiq yaponlarni hujumini qabul qiladi. Uning jasoratini ko'rgan boshqa gurxalar, kelinglar, gurxalar bilan jang qilib ko'ringlarchi deya 3 kun pozitsiyalarini himoya qiladi. Bunday jangovar ruh bilan gurxalar son jihatdan ko'p bo'lgan yaponlarni yengadi. Lakshman Gurung Britaniya harbiylariga berilishi mumkin bo'lgan eng oliy mukofot Victoria xochi bilan taqdirlanadi. Ota-onasining kasbi sababli ular bilan dunyoni kezishga majbur bo'lgan. Asli hindistonlik sultonlar avlodi bo'lmish Nur Inoyatxon urush boshlanganda onasi bilan Fransiyani tark etib Angliyaga suzib keladi. Fransuz tilini yaxshi bilgan Nur Inoyatxon Angliyada radio orqali ma'lumotlarni yetkazuvchi mutaxassislikka tayyorlanadi. 17-iyun 1943-yilda u Fransiyaga tushiriladi. Ma'lumotlar uzluksiz ingliz harbiy kuchlariga yetkazib boriladi. Natsistlar tomonidan barcha britaniyalik radistlar qo'lga tushgandan keyin Nur Inoyatxon uzoq vaqt yagona ma'lumot yetkazib beruvchi bo'lib qoladi.
Ammo noma'lum shaxslar uni fosh etishgach, Gitlerchilar uni hibsga oladi. So'roqqa tutilgan Nur Inoyatxon tajribasizlik qilib, ayrim shifrlangan kodlarni o'zi bilmagan holda ma'lum qilib qo'yadi. Biroq 9 oy davomida qiynoqlarga solinishiga qaramasdan, natsistlar bilan hamkorlik qilishdan bosh tortadi. 1944-yil 13-sentyabr kuni Nur Inoyatxon konslagerda otib tashlanadi. Nur Inoyatxon natsistlardek dushman paydo bo'lganda dunyoning hech qaysi burchagi, hatto Hindiston ham jim qarab turmasligining ramziga aylanadi. Londonda unga bag'ishlab bronzadan qilingan haykal o'rnatiladi. Polshalik Irenaning otasi qashshoq yevreylarga hech kim yordam bermaganda ularni qabul qiladigan juda oz shifokorlardan biri edi. Ikkinchi jahon urushi boshlangandan keyin Irena Sendlerova Varshava gettosidagi betob bolakaylardan xabar olib turardi. Vaqt o'tishi bilan Irena va uning sheriklari gettodan 2500 ga yaqin bolalarni olib chiqib ketishadi. Ularni oilalarga va monastirlarga topshirishadi. Go'daklarga uyquni chaqiruvchi dorilar ichirilib, ular kichik qutilarga solinadi hamda ularni lagerga dezinfeksiya vositalarini olib kiruvchi mashinalarga ortib, hududdan olib chiqishadi. Ayrim bolakaylar gettoga yaqin joylashgan uylarning yerto'lasi orqali olib chiqiladi. Hayoti saqlanib qolinayotgan farzandlar haqida ma'lumotlar to'liq yozib boriladi hamda omon zamonlargacha yashirib qo'yiladi. Irena Sendler hibsga olinib o'limga hukm etiladi, ammo savdoshlari uni qamoqdan qutqarishadi. Irena Stanislava Sendlerova xalqlarning adolatli insoni maqomini oladi. On 8-oktyabr 1943-yilda Italiyaning Calve Risorta tumanini egallab olishga kirishgan Britaniya armiyasi nemislarning pozitsiyalariga havodan zarba berishlarini so'rab, radio orqali amerikaliklarga murojaat qiladi. Biroq ko'p o'tmay ular hududni o'zlari bosib olishadi. Radio stansiyasi shikastlanganligi sababli ular endi amerikaliklar zarbalarni bekor qilishlarini so'ra olmaydi. Shunda kabutar G.I. Joe so'nggi umidga aylanib aviabazaga uchiriladi. Kabutar 20 milyalik masofani 20 daqiqada uchib o'tib, harbiylar uchishga tayyorgarlikni boshlagan vaqtda maktubni manziliga yetkazadi. Shunday qilib kabutar Joe ittifoqchilar o'zlarining askarlariga zarba berishlarining oldini oladi. 100 ga yaqin mahalliy aholi va harbiylar omon qoladi. Germaniyaning Linkor kemasi Bismarck nafaqat askarlarga, balki Otto laqabli mushukni ham o'zi bilan dengizda olib yurardi. Biroq Britaniyaning eskadrasi Bismarckni suvga cho'ktiradi. 2200 kishilik ekipajdan 116 ta dengizchi omon qoladi. Ancha vaqtdan keyin inglizlarning mina tashuvchi kazak kemasi Bismarckning qoldiqlariga chiqib olgan Ottoni payqab qoladi. Bortga qabul qilingan mushukka Oskar laqabi beriladi. Kazak kemasi Shimoliy Atlantika va O'rta Yer dengizidan suzib o'tuvchi dengiz konvoylarini himoya qilardi. Ammo Gibraltardan suzishga chiqqan kazak nemislarning U-563 suv osti kemasi tomonidan cho'ktiriladi. 159 ta dengizchilar vafot etishiga qaramasdan, Oskar bu safar ham tirik qoladi. Shu voqeadan keyin mushukka cho'kmas Sam laqabi beriladi. Cho'kmas Sam bu safar samolyot tashuvchi kema Ark Royalga o'tkaziladi. Ark Royal kemasi Bismarck kemasini suvga cho'ktirgan kemalardan biri edi. Maltadan Gibraltarga qaytib kelayotgan Ark Royal ham nemislarning U-81 suvosti kemasi tomonidan suvga g'arq qilinadi. Endigi safar dengizchilar va Sam xizmatdagi katerlar yordamida qutqarib olinadi. Nihoyat Sam Buyuk Britaniyaga jo'natiladi va urush yakunini Belfastda kutib oladi. Cho'kmas Sam 1955-yilda bu dunyoni tark etadi. Ikkinchi jahon urushida Toshkent 1,5 millionga yaqin qochqinlarga bag'rini ochgan evakuatsiya markaziga aylanadi. Shoh Mahmudovlar oilasi farzandsiz edi.
53 yoshga kirgan Shohahmad Shomahmudov va uning 40 yoshli rafiqasi Bahriy Akramova temir yo'l vokzaliga kelardi va urushdan aziyat chekkan o'lkalardan olib kelingan yetim farzandlardan birin-ketin uylarga olib ketardi. Oila 13 ta farzandni qabul qiladi. Qabul qilingan bolajonlar rus, moldovan, yevrey, qozoq, tatar, chuvash, ukrain va o'zbek millatiga mansub edi. Bunday xabar O'zbekiston bo'ylab tarqaladi va Toshkentning o'zidagina 643 ga yaqin oila minglab yetim qolgan farzandlarga uylaridan joy beradi. Shomahmudovlar oilasi qahramonga aylanadi. Ana shoshmay turinglar bolalar. Hademay fashistlarning onasini Uchqo'rg'ondan ko'rsatib qo'yamiz. Ana, zig'ircha ham yaxshi ko'rmaysizmi, ha? Bir 1945-yil 1-may kuni natsistlar Germaniyasi qulayotganida Mixail Yegorov va Meleton Kantariya leytenant Aleksey Beresning yelkalariga chiqib hujumga uchragan Reichstagning ustiga chiqishadi. Binoning tomiga 150-o'qchi diviziyaning bayrog'ini o'rnatishadi. Bu g'alaba bayrog'i edi. Uning Reichstag ustida hilpirab turishi vafot etganlarning umri behuda ketmaganligini anglatardi. Paragraf 961. Sog' salomat bo'ling.